Cesur, bugun to'yim bo'lmaydi. Nimaga? Shunaqa ham omadsiz bo'lamanmi? To'yim yozda bo'lsa ham yomg'ir yog'ishini qara. Sen hamma omadingni mana opam bo'lgan payt ishlatib qo'ygansan. Nima bo'ldi? Gapirma. Shu erim kenja farzand. Uy, joy, mol-mulk hammasi shunga qoladi deb degandim. Xo'sh? Qaynonam 49 yoshda yana homilador ekan. O'g'il. 20 yil yashasang bo'lar-ekan-ku. Hali uning ichiga kirib uylanadi, yuriydi, menga o'xshab. Yo'q, yurul kesagingni yeb. Suyak yeyapsanmi? Ko'rmaysanmi? Hamma o'rtoqlarim qimmat, brilliant. Chet elga sayohatga taksi ko'z bo'lsa, ammo kesaga taksi ko'z bo'lib o'tiribman. Peshonamning sho'rligini qara. Ha, kuylarga yana nima bo'ldi? Shunaqa shu darajada peshonam sho'r deb o'ylamadim. Mana bu koreyskiy kopimni kapsulalarini o'zim bilan erimni kirlari uchun. Mana bu gelini bolalarim uchun oldim. Kapsulani solganingda esa qo'shimcha hid beruvchi vositalar solishing shart emas. O'zining ichida granulalari bor. Zavtraqgacha nonga surib yesang ham bo'ladi. Erim ishlattirmayapti. Puxta chiqdimi? Yo'q. Oldingi safar bir ikkita blogerlarning reklamasiga uchib, katta parashoklarni 5 oyga yetadi, puftasini ko'tarib kelman. Endi erim toki o'shalar tugamagungacha buni ishlatmaysan deyaptilar. Sen bu gillar bilan peshonang yuqan bir sho'ri ketadimi? Oyi. Oyim qanla? Menga gapir, bari hamma problemang men eshitaman-ku. Yo'q, qaragin-da. Normalni yurgan paytim to'y tugul tug'ilgan kun ham bo'lgani yo'q. Bilmayman, bular qovun pishishini kutdimi, meni pishishimni kutdimi? Uchta jiyanimizni to'yi ketma-ket ekan. Qansirab borib, na bir o'ynayman, na bir yeb icha olmayman. Peshonang sho'rligini qara. Butun umr tuz sotolmasang ham yetadi. Raqsay, mohiqani raqsay.